Salom do'stlar, endi retroviruslarni skechisi bilan tanishib o'tamiz. Birinchi belgimiz mana bu quyosh belgisi. Bu demak bizga doimo musbat zanjirli RNK'ni ifodalar edi. Bundan tashqari sehrgarni ko'rishimiz mumkin. Bu demak HIV virusini ifodalaydi. Ustida kiyimi bor. Demak o'zida envelop qobiq saqlarkan va mana shu sehrgarni boshida ikkita ajdar belgisini ko'rish mumkin bosh kiyimida. Demak RNK'si ikkita kopiyada joylashgan bo'lar ekan. Va bunda 3 ta muhim genlari bor. Birinchisi bu GAG geni. GAG geni kapsid P24 va matrix P17 proteinlar sinteziga javob beradi. Mana bu soatga e'tibor beramiz. Demak, bir kunda 24 soat bor. Shunga qarab biz P24 oqsilini eslab qolsak bo'ladi. Endi u chekib turgan sigaret trubkasiga e'tibor beramiz. 41 yozuvi tushirilgan. Bu demak bizga NF genini bildiradi. Bu demak transmembrana oqsil ekan. Mana shu sigaret orqali eslab qolishimiz kerak. Bu demak tanaga yaqin turibdan 41. Endi cho'ntagida 120 sonini ko'rishimiz mumkin. Bu tanadan uzoqroqda surface'da joylashgan. Demak glikoprotein 120 surface proteini hisoblanar ekan. Shu glikoprotein 120 orqali birinchi immun hujayralarga birikib, keyinchalik glikoprotein 41 orqali hujayralarga kirishi mumkin ekan. Endi kitobga qarasak, teskari transkriptaza degan yozuv tushirilgan. Bu pol genini bildiradi. Demak, reverse transkriptaza, integraza, proteaza sinteziga javob beradigan 3-gen bu pol geni ekan. Endi hamma joylarda demak 3 ta jami 4 ta mash'alani ko'rish mumkin. Demak, bu torch infeksiyasini ifodalaydi. Torch bu mash'ala onadan bolaga yuqishi mumkin. Endi mana bu sehrgar odam mana bu joydan yurib kelmoqda. Xuddi qamoqxonaga o'xshagan, demak zanjirlar, simlar turgan joydan chiqib kelgan. Bu demak shu qamoq yoki qafas desak ham bo'ladi. Bu makrofaglarni bildiradi bizda. Demak, birinchi bo'lib makrofaglarni zararlar ekan. Mana shu kasalligimizning erta bosqichlarida. Endi pastda mana bu ikkala odamni ko'rishimiz mumkin. Oq kiyimda yotgan bir ayol va bir erkakni. Bu oq qon hujayralarini zararlashini ifodalaydi va mana bu odamda 4 son belgisi turibdi. Bu CD4 hujayralarini ifodalaydi. Mana shu CD4 hujayralarni T helperlarni zararlaydi keyinchalik. Endi demak bo'ynini ushlab turgan holatda, yuzi qizargan holatda, terlab turgan demak ko'rishimiz mumkin. Bu kasallikning erta bosqichlarida xuddi shamollashga o'xshash simptomlar bilan namoyon bo'ladi. Dastlab isitma, holsizlik, demak limfa tugunlarining kattalashi, bo'yin o'sha limfa tugunlarining kattalashi bilan kecharkan. Dastlab o'sha nospesifik belgilarga sababchi bo'lishi mumkin. Bu demak kasallikning o'tkir fazasida kechadi. Keyinchalik 10 yillab davom etishi mumkin, latent fazaga o'tadi va shu fazadan keyin limfa tugunlarida replikatsiyasini amalga oshirar ekan. Bu demak endi qizni ko'rishimiz mumkin, uxlab yotibdi va uyqusida u tush ko'rmoqda. Demak, bu chap tarafda tasvirlangan. Mana shu jarlikka tushib ketayotgan odamlar bu nimani ifodalaydi? Kasallikni progressiyasini ifodalaydi. Ya'ni CD4 hujayralar soni 200 tadan kamayib ketsa, kasallik progressiyalanishi mumkin. Va orqa fonda biz qisqichbaqani ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana bu joyda yuqorida otni ustida qisqichbaqani ko'rishimiz mumkin. Bu demak mana bu yuqoridagi askarlar qisqichbaqani o'qqa tutmoqda. Bu bizga nimani ifodalaydi? Aynan o'qlar immunoglobulinlarga o'xshash, demak B hujayrali limfomaga olib kelishi mumkin ekan. Ya'ni mana shu o'qlar xuddi immunoglobulinlar hosil qilayotgan B hujayralarini ifodalaydi deb eslab qolsak bo'ladi. Endi mana bu ayolda CCR5 yozuvini ko'rishimiz mumkin. Xuddi gazetaga yozilgandek. Demak, mana shu yoki tushib ketayotgan odamda CXSR4 yozuvi. Bu demak retseptorlar orqali immun hujayralarga kirishi va keyinchalik reverse transkriptaza orqali DNKni hosil qilib, uni genomiga kiritishi natijasida o'z oqsillarini sintez qilib ko'payishi mumkinligini ifodalar ekan. Va bizda diagnostikada ishlatiladigan dastlabki testimiz ELISA edi. O'ng tarafga qarasak,
mana bu odam ELISA qalqonini ushlab olgan. Diagnostikada ishlatiladigan test. Va biz uni o'rniga yana PCR orqali tekshirishimiz mumkin. PCR o'tkazamiz yoki davolashda biz hard terapiyadan foydalanamiz. Highly active retroviral terapiya kombinatsiyadan foydalanamiz. Buni eslab qolishda mana bu ayolga e'tibor beramiz. Bu demak bizga nukleotid reverse transkriptaza ingibitorlarini bildiradi homilador ayol va qo'lidagi qurollarga e'tibor berishimiz kerak. Qo'lida zanjirli qurolni ko'rishimiz mumkin va zanjir tugallangan. Demak, nukleotid analogi bo'lgani uchun 3-guruhida OH yo'qligi uchun mana shu zanjirni tugallanishiga mana shu nukleotid reverse transkriptaza ingibitorlari olib kelar ekan deb eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Va mana shu ayolni qornida Z harfini ko'rishimiz mumkin. Bu zidovuddin dorisini ifodalaydi. Demak, bu homilador ayollarga eng yaxshi tanlov preparati hisoblanar ekan. Endi homilador ayolning oldidan mana bu erkakni ham ko'rishimiz mumkin. Bunda demak qurolida zanjir umuman yo'q. Demak, bu non-nukleotid reverse transkriptaza ingibitori. Shuning uchun ham zanjir yo'q. To'g'ridan to'g'ri reverse transkriptazaga birikib uni ingibillaydi. Endi biz mana bu yuqorida yana tasvirga e'tibor beramiz. Mana bu odam qilichini toshga tiqib, uni qayta sug'ura olmayapti. Bu demak proteazani ifodalaydi. Proteaza ingibitorlarini. Ya'ni qilich ushlab olgan odam qilichini toshdan sug'urib olmayapti. Qilich bu proteaza. Ya'ni proteaza bloklanib qolgan. Shu demak bizda dorilarni ifodalar ekan. Bundan tashqari biz CCR5 belgisi orqali ko'rishimiz mumkin. Mana bu odamda gazetada yozilib turgan. Buni ingibitori Maravirok kabi dorilardan foydalanib ushbu retroviruslarni davolasak bo'ladi.